eshitdim qissangni qarang. Qissam bilan. Ismi nima edi? Voy, Guli. 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 Bir dasta gul beramiz. Voy, shart emas. Sizga bir dasta. Buni men ko'rish tushunmadim. Qayda sanam tarbiyani kim bergan? Tez ota-onalarni olib kelinglar chaqirib. Majlis. Nomer edi. Dadangga telefon qildi. Yana mishkal ko'rsatding. Ha? Sen dastingdan tinchlik bormi? Ha? Yangi qiz kelgan ekanda endi o'zi Dara oldimga tush. Patta. O't. Chaq, sen bilan uyga gaplashaman. Qizim bilan chiqdi. Ismingiz nima? Ismim Go'zal Rahmatullayev. Chiroyli ekansiz. Nomeringizni bera olasizmi? Nomerimni xotiningiz bolaga berib qo'yaman. Xo'p? Shuni aytishadi, olmani tagiga olma tushadi deb. Shuning uchun tarbiya avvalo oiladan boshlanadi, azizlarim.